ALS ballingiz yuqori, maktabdan tashqari qilgan faoliyatlaringiz ham zo'r. Ammo bitta qilingan noto'g'ri strategiya tufayli orzungizdagi universitetdan ayrilib qolishingiz mumkin. Orzungizdan ayrilib qolmasligingiz uchun siz AQSh universitetlariga hujjat topshirishning bir necha xil usullarini bilib olishingiz lozim. Qani, ketdik. Bu usullardan birinchisi va eng agressivi early decision hisoblanadi. Chunki siz bu orqali universitetlar bilan nikoh shartnomasini imzolayotganday bo'lasiz. Agar sen meni qabul qilsang, men qolgan hamma universitetlarni tashlab, faqat senda o'qiyman degan va'dani berasiz. Bu usulda ariza topshirishning ham bir nechta afzalliklari bor albatta, chunki universitetlar sodiq talabalarni yaxshi ko'radi va agar siz bu usulda ariza topshirsangiz, sizning qabul qilinish foizingiz oddiy qabuldagidan ko'ra ancha yuqoriroq bo'ladi. Xavfsizroq va ko'proq grant beruvchi ikkinchi usul haqida esa batafsil keyingi videolarda gaplashamiz. Ungacha bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizning sahifamizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.